Agar ertaga menga qo'ng'iroq qilib, Jastinga jarohat olganini va men Arman Sarukan bilan jang qilishim kerakligini aytsa, men hech qanday muammosiz Arman bilan jang qilaman. Menga kim bilan va qachon bo'lishi farqi yo'q, men tayyorman. Barchaga salom, sizlar bilan yana Tahlil kanali, demak, yangiliklarimizni boshladik. Bogdan Guskov va Paulo Costa o'rtasida keskin tortishuv tobora avj olmoqda. Bogdan Guskov Paulo Costaga shunday dedi: Costa hozir juda katta shov-shuvda. U bizning divizionimizdagi eng qo'rqinchli raqiblardan birini yengdi va albatta men uchun u bilan jang qilish juda zo'r bo'lardi. Ayniqsa u rus yigitlar haqida nimadir degan ekan. Mana bu yerda O'zbekistonda ulg'aygan rus yigit turibdi va istalgan vaqtda oktagonga chiqishga tayyor. Biz uni aytgan gaplarini qaytarib olishiga majbur qilamiz, dedi Bogdan Guskov. Paulo Costa Bogdanga javob berdi: Yaxshi chaqiriq Bogdan. Ruslarga qarshi hech gapim yo'q. Men ularni hurmat qilaman. Mening e'tirozim ko'proq chechen yigitga. Lekin rostini aytsam, tushunmadim. Sen o'zbekmisan, lekin ruslardek ranjidingmi? deb javob berdi Paulo Costa. Ma'lumki, Ilya Topuria hozirda hech kimdan qochmayapti. Xoh bu Islom Makhachev bo'lsin, xoh boshqa top darajadagi jangchi bo'lsin, farqi yo'q. Lekin bu gaplar shunchaki havodan paydo bo'lgani yo'q. Chunki bu tarixning boshlanishi aslida boshqa joydan chiqdi. Aynan Arman birinchi bo'lib chiqib, keskin bayonotlar qilgan edi. U Topuriyaga qarata ochiq chaqiriq tashlagan. Armanning gaplari: Men Jastinga jangdan chiqib ketishini istardim. Shunda Topuriya bilan jang qilib kamarni olardim va uni UFC'dan chiqarib yuborardim. Bu mening maqsadim. Men endi boshlayapman. Men faqat UFC'da kamarni olib, uni kamida 5 marta himoya qilganimdan keyin to'xtashim mumkin. Ilya Topuria Islom Makhachev bilan ehtimoliy jang haqida oxirgi va yangi bayonoti. Uning gaplari: Bu biroz dalil gapdek tuyulishi mumkin, lekin men hozir kompaniyadagi eng katta nomlardan biriman. Agar ular tarixdagi eng katta turnirlardan birini o'tkazmoqchi bo'lsa, demak turnirda eng yirik yulduzlar jang qilish kerak. Turnir e'lon qilingan paytning o'zidayoq men Oq uyda jang qilishimni tushundim. Menga kim bilandir jang qilish imkoniyati berilsa, har doim dunyoni haqiqatdan ham hayratda qoldirish uchun nima qila olishim haqida o'ylayman. Men Islomni submission orqali yutishim kerak. O'ylaymanki aynan shunday bo'ladi. Men uni nokdaunga uchratib, jangni tugataman. Buni ko'rganingizda hayron qolmang. U yaxshi, hammasi yaxshi. Justin Gaethje, Alex Volkanovski, Charles Oliveira, Max Holloway. Lekin men boshqachaman, dedi Ilya Topuria. Xullas, Ilya Topuria oddiy gapirmayapti. U o'zini nafaqat favorit, balki eng katta yulduz deb hisoblayapti. Islom Makhachevga qarshi esa shunchaki g'alaba emas, submission bilan yakunlashni maqsad qilgan. Bu esa juda katta da'vo, chunki Islom boshqa daraja. Lekin Topuria ham bekorga o'ziga bunchalik ishonmayapti emas. Endi savol bitta: bu ishonch haqiqatga aylanadimi yoki bu juda katta riskmi? Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'ying. Kim yutadi, Topuria yoki Makhachev? Barcha fikrlarni o'qib chiqaman, birgalikda tahlil qilamiz. Sizlar bilan Tahlil kanalida keyingi roliklarda ko'rishguncha barchangizga